Assalomualaikum. Jasurbek Nomurodin obunachilari, yana sizlarga bugun Durpuza sevgi gullari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xunomat mahallasida ochilgan sevgi gullarimiz yana. Ayollarimiz, onalarimiz, qizlarimiz, singillarimiz uchun sovg'a salomlar kelibdi. Qolaversa oldimizda 14-fevral sevishganlar kuni zakaz bilan ishlaydilar. Telefon nomerlarini video davomida qoldirib boramiz. Gullarimiz sevgi, arzon, kelishilgan holda beriladi. Har xil turlari bor, zakaz bilan o'rab beramiz. Deb turibdi Durpuzapam. Yine har xil podarkalarimiz zakaz bilan ham ishlayveramiz. Zakaz olish uchun nomerlarni yana qoldiramiz. Onajonlarimiz, hojona, hoji opa singillarimiz uchun ham sovg'a salomlarni oldindan tayyorlab beramiz. Rahmat, obuna bo'lib qolasizlar. Manzilimiz bag'at tarafdan kelaverishda metan zapravka kiribdi. Metan zapravka o'tib Asab kanali chiqadi. Asab kanalidan shunday o'tib ketsak, oziq-ovqat do'konlari bor. Oziq-ovqat do'konlaridan o'tib kelaversak, burada Durpuza sevgi gullari, ya'ni avtomobil balonlari shuning yanında. Keyin Azar tarafdan kelaverishimiz. Shu yerda avtomobilimiz bor yana. Avtomobilimiz. Bu yerda Farhat kafe, Farhat kafening ustida radar bor, yani radar. Yuribdi o'zi bilgan radar bor. Shu radardan o'tganingizdan keyin radardan kelaverishlar uchun. O'ng qo'lda Sammoydan keyin do'konlar bor, ustaxonalar bor. Ustaxonadan o'tib ketsak, shu yerda yana ayollar kiyim-kechaklari, kuychilik azonlari, shu yerda yana Durpuza sevgi gullari. Qolganini batafsil video davomida